havo tortishini endi tutun bilan ko'ramiz. Bu kanalli ventilyatorimiz hisoblanadi. KAI brendiga tegishli 40 ga 20 o'lchamdagisi. Bu otsenkovkadan qilingan materiallari protivopojarniy, ya'ni chidamliligi juda ham mustahkam. KAI brendiga tegishli rasmiy O'zbekistondagi rasmiy dilleri Venstore hisoblanadi. Hozir bu 40 ga 20 bo'lgan razmer 950 kublik joylarda havosini tortib beradi. 220 voltda ishlaydi, ya'ni 230 voltda. Shovqini baland emas, shuni hozir ulanishini ko'rsatib beramiz sizlarga. Ulanish mana ichki sxemalarni ochganingizda ko'rishlaringiz mumkin. Yo'q, ular. Ishlata olamiz. Pilistimizni ulaverasan bo'ldi. Bu yerda L bilan nima yozilgan? Ikkita o'rtasiga. Ikkita o'rtasiga. Bizlarda ulanadigan simimiz mana shunaqa qilib qo'yganmiz, shu boshqa ventilyatorlarga ham ulanishimiz osonroq bo'lishi uchun. Sizlar esa bemalol bu yerda o'zini mana gaykalar qotiradigan narsalar bor. Ulab qo'yib, yelkadan tokka ulaverasizlar. Buni hozir yotqizib qo'yamiz. Yotqizib ishlatamiz. Qanaqasiga yotqiz? Bunaqasiga. Yo'q, bunaqasiga. Hozir buni ishlashini ko'ramiz. Suxoy tumanni ham yoqamiz hozir, tuman beramiz. Qanaqa tortishini ko'rasizlar. Mana ichlari, parraklari ham sinkovkadan qilingan. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana. Чисто turetskiy. Mana hozir yo'qdik. Ovozlarni ham eshitishlaring mumkin. Qani? O'tman yo'qchi. Qani qizmagana? Hozir qizishini kutib turamiz, bu hozir tuman chiqqanmi? Bungacha mana spesifikatsiyalarni ko'rib chiqishingiz mumkin. Get 2645 RPM, ya'ni minutiga adashmasam oboroti bo'lishi kerak bu. Seriya nomerlari. ISO 2015 9001 ISO sertifikatlari ham bor. Yevropa standartlariga javob beradigan. Mana salafan bilan ham tortamiz. Garantiya muddati zavodskiy 1 yil berilgan. Agarda sizga mana shu ventilyatorlarimiz qiziq bo'lsa, quyidagi raqamlarga telefon qilishlaringiz mumkin yoki Instagram, Telegramlarda Venstore deb yozsalaring chiqadi. Narxlarini opisaniyada yozib qoldiraman. Narxlari razmerlariga qarab o'zgaradi. Bundan tashqari bizda boshqa turdagi ventilyatorlarimiz ham mavjud, rekuperatorlarimiz ham mavjud. Bemalol do'konimizga ham kelishlaringiz mumkin. Do'konimiz manzili Toshkent shahar Jome bozor, Yevroaziya 2-blok,
Bu 30-do'kon. Qizidimi? Hali xizmatda. Bemalol ovozini o'chirib turamiz. Yo'q, uzun videoda. Qisqa video qilaversak odamlarga yetib borish qiyin bo'lyapti. Uzunroq video qiladigan bo'lsak, batafsil bemalol tushuntirib berishimiz osonroq bo'ladida. Boshqalar uchun ham balki qiziq bo'lishi mumkin. Mana bu yerda bizlarda rekuperatorimiz bor. Bu Amex brendiga tegishli bo'lgan Fe modelida bu. Fem modelimiz. Bu rekuperator hozir mana bu yerda planirovka qilib qo'yilgan plakat shaklida qilingan joyimiz bor. Shu yerga moslaganmiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Bu rekuperator patologda turadi. Bu birinchi xona, ikkinchi xona, uchinchi xona. Bu yerdan kirayotgan turba esa ikkita teshigi bo'ladi. Bittasi uyga tashqaridan kirayotgan havoni olib kiradi, tozalab, filtrlab, rekuperatsiya qilib, ya'ni rekuperatsiya qilish degani tashqaridagi sovuq havoni ichkariga ilitib olib kirib berish. Rekuperatsiyasi bor ichida va albatta 5 ta filtri bor. 3 xil filtr, 5 ta filtr bor, ya'ni HF filtr, setichli filtr va ko'mir filtrlari ham mavjud ichida. Shu havo kiradi, xohlasalaringiz обогревательlari bilan qo'ysalaringiz bo'ladi. Shu yerdan keladi va uylarga qarab chiqib ketaveradi. Bunisi esa обычный plastmassoviy ventilyatsionniy plastmassoviy turbalardan ham qo'ysalaringiz bo'ladi. Mana bunaqa turbalarimiz ham yaqinda bizlarga kirib keladi. Agar xohlasalaringiz har qancha miqdorda yetkazib ham berishimiz mumkin. Xo'p, narxni aytmaymiz, indamaydir. Xo'p, demak bizlarda boshqa ventilyatorlarimiz ham bor. Undan tashqari yana Kai brendiga tegishli mana shunaqa rekuperatorimiz bor. U вообще dahshati. U filtr bo'lmaydi, lekin kondensatlarni ham, oyog'i mog'orlab ketadigan joylarda ham полный zo'r qilib havolarni tozalab, tortib beradigan va havoni aylantirib beradigan rekuperatorimiz bor. Ular haqida ham videolar qilamiz. Xudo xolisa, bizlarda nimamiz qizibdi. Qani, qo'shamiz. Havo tortishini endi tutun bilan ko'ramiz. Qani? Yana qanaqa eksperiment kerak sizlarga? Fikrlaringizni yozib qoldiringlar, biz o'shani qilishga harakat qilamiz. Shuni ko'rasizlar, qanaqa to'g'ri. Ya'ni sizlarda 900 kubometrlik, 950 kubometrlik joylaringiz bo'ladigan bo'lsa, havosini bemalol tortib beradi. Tixi rejimda ishlaydi, ovozlari ham shovqin emas, unitkalardan ancha ovozi past. Buni yana shuma izolyatsiya qilsa ham bo'ladi. Va ovoz yanada pasaytirsalar bo'ladi. Shuma izolyatsiya bor. 50% ga ovozi kamayadi. Shuma izolyatsiyani bilasizlar. Ular ham bor bizlarda metroviy, ya'ni kanalga, ventilyatorning o'ziga ham topshirib chiqasizlar. Mana eksperimentimizda ham o'tkazdik. Ko'rishlaringiz mumkin. Tutab ketdi hamma joy. O'chiramiz. Kimga mana shu ventilyatorlarimiz qiziq bo'lsa, kerak bo'ladigan bo'lsa, zakaz qilmoqchi bo'lsangiz, yozib qo'ygan raqamlarimizga aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Podpisatsiya bosib qo'yishni unutmang. Yana boshqa videolarimizni ham xudo xolisa chiqarib boramiz, mahsulotlarimizni obzorini qilib boramiz.